Qo'laydigan dorigarkan-ku. Odamga topgan o'xshaydi. Shunga birodarlarga xabar qilyotadi. Uqdingmi, Gabi? Shundaqmidi? Biz berib ko'rib kelaylik-chi? Bo'ladi. Sizga ko'p rahmat, tog'i ilohiy. Qaraganda o bek xo'shal o'xshaydi. Albatta xo'shal bo'ladi-da. Nurg'un dorigarlar odamga topolmay quruqlik qaytibsa, o ikki tal odamga kulib oldi-da. Rahmat, tog'i ilohiy. Biz uni bilan berib ko'rib baqaylik-chi? Bo'ladi. Sen nişanın dadısını demse? Ha, anlaşılan qaraganda 100 yillik odamga tepibdi, belakdek bor deydi. Ha, endi ular beyib ketadigan bo'pti da. Begim! 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 Ha? Nima deysan? U odamga tepibdi. Rasma? O bir yaxshi fursatkan. Bu bir yaxshi fursatkan. Begim, oyog'ingizni tutib qoldingiz. Dadam qaytib ketdi. Yaxshirdingmi qizim? Dada sizni odamga tepibdi deydi-ku. Shundaq, men 100 yillik odamgadan ikkini tepib oldim. Ha, ikkini pek yaxshi bo'pti. Endi puldan qisilmaydigan bo'ldik. Guruch, go'sht yeydigan bo'ldik. Sana yangi kiyimmi ip berdigan bo'ldim qizim, ha? Dada. Begim, siz gap qapsiz-ku. Muborak bo'lsin. Anlasam sen odamga tepibsan. Aka, men ko'rib baqay. Nimaga qarab tursan? Aka, men ko'rib baqay deyapman. Aka. Bo'ladi. Begim, endi biz hisoblashib baqaylik, ha? Bu begim pek eshib ketdi o'g'ay. Hisobatni onunga o'qib bergin. Mana. Buningda bu hisobot daftarida hammasi xotirlangan, qarzlarning hammasi xotirlangan. Anlab tur, dorigar. 5 yil ilgari sen 2 xalta go'rish optikansan. Su opti bo'lganda 3 xalta bug'doy opsan. Bu rostmi? Yana texi qurg'oqchilik bo'lganda 2 xalta bug'doy, 2 xalta qo'noq qarz opsan. Ishingning ops og'rib qolganda 15 sar ko'mish qarz opsan. Bularning hammasini ko'mish pulga sundirganda 1000 sar ko'mish bo'ladi. Shundaqmi? Buningdan qo'tini olmaydigansan? Bildingmi? Biz mang'ayli xo'jidar. Mang'ayli begim. Begim. To'xtab tursizlar begim. Bu bak eshib ketdi. Men sizdan nerda mingsa ko'mish olgan. Bu ikki tal odamganing qancha pulga yaraydiganligini bilamsiz begim. O yaxshilikni bilmaydigan ablah. Sen hisob qilishni bilamsan, bilmamsan, ha? Begim, men hisoblamasam bilaman. Sizdan olgan pulning o'simi dunyo bo'yicha hammadan yuqori begim. Ko'p so'zlama. Begim, sizdan olgan qarzni to'lashga bir tal odamga ham yetadi. Yana birini qaytarib bering begim. Begim, bu bak eshib ketdi. Mening bundaq odamga birinchi qitim tepishibdi. Xo'jidar mang'ayli. Ma'qul begim. Dada. Qizim, bo'ldi, ko'nglingni buzma qizim. Bo'ldi, yig'lama. Oh, begim, bundaq esil narsani obdanroq yoshirib qo'yaylik. To'g'ri, yoshirib qo'yaylik. U yo bir go'har bo'lmasa, buni yoshirib qo'yib nima qilasan? Voy jon, bilim bilan biligi bak og'rib ketyapti. Dada, siz og'riq bo'lgandan keyin kirib uxlasangiz bo'lmamdi. Uxlaganga kasal saqiyamdi. Anglashlarga qaraganda odamga yo kasal davolaydi ekan. Voy jon, bak og'rib ketyapti. Voy, beshim og'rib, yuragim tiqilib ketyapti. O'lib qoladigan o'xshaymi? Bu Voy, dada, bu odamga emas, qo'ng'iroq-ku. Shundaqmi, begim? Ha, shundaq. O ablah, sen meni odamga bilan qo'ng'iroq gulni bilmaydi deyapsan. Ha, ablah. Dunyoda odamga o'xshaydigan qo'ng'iroq gulga o'xshaydigan odamga ham bo'ladi, dada. Undaqda qo'ng'iroq gulni yo'chirib qo'y. Vafosiz.
Hay begim, buni yoshirib ketgili bo'lmaydiganda qiladi. Qanday qilamiz? Shahar gapirib setivitayli, 2000 so'm ko'mishga yaraydi. To'g'ri. Qaytib kelishingizda Qanday qilaman? men bir yog'och tag'aq og'ash keling. Yog'och tag'aq? Ha, hali choch taraydigancha. Bo'ladi. Agar esingizdan chiqib qolg'idek bo'lsa, oyga qarasingizda esingizga keladi. Beshimni ko'tarib oyga qarayman. Dada opa, men shaharga berib kelay. Xo'shamsan, yo'lga ehtiyot qilinglar. Hey, mening deganimni unutib qolmang. Bu ya nima degan qizib ketgan, ha? Begim, bu odamga yani setivitaydimi qandaq? Yo'q, avval berib bir narsa ilib olay. Bo'lmasa, unutib qolaman. Nima moqchi bo'lyapsiz, begim? Ayolim deganda, nima o? Endi chatoq bo'ldi. Yaxshiroq o'ylab beqing, begim. Asliyamayapman. Ajab unutulg'oq bo'lib ketyapsiz-ku, begim. Men bilaman. Xo'p, begim. O tarafga berib qarab kelayli. U narsani ko'rsamla esimga keladi. Hey, mening kallamsa. Xuanxo abili qillamsizlar, ha? Xuanxo abili qilinglar. Tasbih qillamsiz ya, ha? Keling, begim, tanga sotaman, tanga. Keling, yesingiz tishingizga chaplashib olmaydi, begim. Keling. Keling, qani. Bu torton tetib beqing, bak yaxshi chindaq tamlik. Qani kelinglar meyvanlar, kelinglar, ko'rib beqinglar. Azon berib o'tibman, azon, kelinglar. Bana yana bir qashi bering. Begim, biz bu yerga kelgili 6 kun bo'ldi. Bunda qizda verib, salomatligingizdan ayrilib qolmang yana. Begim, salomatligingizga diqqat qiling. Dal shu narsa. Ayolim og'ash keldigan dal shu. Dal o'zi shu. Begim, esingizga keldimi? Esleyemmedim. Qandaqmi qilaman? Bo'ldi, ansirmang, begim. Biz birasidan so'rab boqayli. Nima narsa? Oyga o'xshaydi ekan. Begim, ansirmang. Qani kelinglar. Qani kelinglar. Meniki dunyoda ikkinchisi yo'q darslar, kelinglar. Ko'zinglarni biri ichib qo'yay, kelinglar. Kelinglar. Hey, men mundaq shakldagi narsa olmoqchidim. Ayolingiz sintirgan narsa deyman, ha? Shundaqmi? To'g'ri aytdingiz. Sizning olmoqchi bo'lgan narsangiz mening ichida. Qani, men ko'rib boqay. Begim, xonamingiz olmoqchi bo'lgan narsa mushimidi? To'g'ri. Agar siz xonamingiz degan narsani olpamisiz, To'g'ri, dalmi shu narsa? Dal o'zi shu. Voy, buning ichida odam turadi-ku, ha? Buning ichida yana nurg'un narsalar bor, ha? Voy, buning ichida yana nurg'un uylar bor ekan emasmi? Bu qanday ish? Yana nurg'un. Yana nurg'un narsalarmi bor ekan emasmi? Agar bu aynakni olsangiz, nurg'un narsalarga ega bo'lasiz. Begim, bu rostla ozuqchilaydigan narsa, begim. Qo'ldan berib atmayli. Qancha pul? 30 kumush? Yo'q, 3000 sarkumush. 3000 sarkumush? Begim, uning ichidagi uylarni sotsaqmi 3000 sarkumishga yaraydi. Buni hargiz qo'ldan berib qo'ymayli. Bo'pti, amsa, zaroq bering. Ma ishga odamga yo'l xirajdi bo'lsin. Qanday deysiz? Bu yo'q, bo'lmaydi. Men sizga ta'zim qilay. Men setib bering. Bo'pti, amsa. Rahmat sizga. Nima ish bo'lib ketdi bu? Ajab talingiz keldi. Qara bu ishga ahmoqni. Voy, siz nima ishqa endi keldingiz? Men deganni oldingizmi? Bu nima?
So'ravermay, qarab baqsanglar bilasan emasmi? Ayol, o kim o? Nima deding, ayol? Bu mumkin emas. Endi tushundim. Nimochilar kechikib ketgan desam, aslida u sizni jalb qilyapti-kanda. Undaq ish yo'q, undaq ish yo'q. Qanday qilaman? U bir kishi xotini katta emasmi? Qizim, sizga nima bo'ldi, ha? Opa, qarang, u bir kishi xotini ib ketdi. Qani men ko'rib boqaychi. Yosh ayol, qani u bir qeri ham o'riq ayolg'u. O o'layli deb qapti. Ochiqlanmang, bo'lamdi. Nada undaq ish bo'lsin. Nima? Nimda siz ishchini bir yashayot turganligini ko'rmadingizmi? Hey, qalaymiqan so'zlamang. Nadimi yosh ayol bo'lsin, bir qeri xotin turmamdi, ha? Yo'q, qarang, u yosh turmamdi. Undaq emas-ku. Qani men bir ko'rib boqay, akiling. Sen kim? Sen bizning uyga kelib jidal teryapsan. Bu yerdan tez yo'qol, tez. Bu yerdan yo'qol, yo'qol. Sen bizning uyga kelib jidal termoqchi bo'lyapsan. Yo'qol, Atman dada, undaq ish yo'q. yo'qol, yo'qol, yo'qol. Yo'qol. Bu yerdan kel. Sen zodi kim? Bu yerdan kel. Yo'qol. Ishga jidal chiqish bo'lma. Siyg'izxon sayrsan mehmon keladi degan gappa. Bizning uyga kimmi keladi deb olam. Voy, odam bormi? Uyda odam bormi? Siz kimnizdaysiz? Ben mal sotquchi. Sizlar bir narsa olamsizlar. Kechiring, bizning uy pek nomrod. Bir narsa og'dak pulimiz yo'q. Bo'pti amsa. Men bu yerda biroz suv ichib olsam bo'lamdi. Albatta bo'ladi. Yeshang, so'yab kelgin. Bo'ladi. Su iching. Rahmat. Ajab rahatlandim. Rahmat sizga, rahmat. Men ketdim. Xo'sh, tag'am. yo'lda avaylab meni, ha? Xo'sh. Ha? Bu nima? Dada, masatqchi bu narsani biya qo'yib qo'yibdi. Bapla, chatoq bo'pti. Buni men olib beray. Ey, to'xtab turing. Mol sotquchi. O bakiraqlab ketgan o'xshaydi. Oyat ekan. Ey, to'xtab turing. To'xtab turing, ey, mol sotquchi. Siz bu narsangizni unutib qolibsiz. Bek yaxshi bo'ldi. Rahmat sizga, rahmat. Arzimaydi, arzimaydi. Dada! Qarang, bu odamga ekan. Odamga yo? Dada, siz degan hiliqi mol sotquchi. To'g'ri, balam. U cho'qim tog' ilohidan o'zgargan bo'lishi mumkin. Ey, qandoq o'xshatdingmi, a? Bek o'xshatdim, hech qanday chatoq yo'q. Iliqi suybigim qani? O kent boshlig'ini qishib ketdi. U yerda nima ish qiladi, ha? Seldirib begimning tayoq sarbisidan vaqirgan ovozini anglaysan. Sen nim deb kelding, ha? Men mau narsin deb kelgan. Qandoq naskan u? Aka, men ko'rib boqay. Buning ichida odam bor ekan, har xil ko'rinadi ekan. Shunga bizning uyda majra bo'ldi. Shuni sizning oldingizga ayirib beramikin deb kelgan. Ma'qul, men kimning to'g'riligini aytib beray. Bu kent boshlig'ining chiroyi-ku. Sen bu yerga nima deb kelding? Mening o'rnimga keldingmi? Sen podshoning yorlig'i bilan keldingmi? Podshoning yorlig'i bilan? Yo'q, men uydan keldim, uydan. Amsa nima ish qilib odamni bilib kelding? Mening o'rnimga tahdid solmoqchimisan? Yuraging qopdek nima ekansan, ha? Shundaqmi? Begim, buni nech pul kelganligini bilamsiz? Odam bormi? Uni darhol qamab qo'yinglar. Xo'p, begim. Begim, meni kechirgaylar. Begim. Biz yana g'alba qildik. Bek yaxshi bo'ldi. Lekin mening ko'nglim bek yerim bo'lganda qiladi. Dunyodagi odamlarning hammasi oq ko'ngil bo'lsa bo'lmamdi. O chaqda bizning yaxshi ish qilishimizning hojati qolmaydi. Inbi. Agar shundoq bo'lgan bo'lsa, men osmon podshosining o'rnisiga qaytmasam mayli. Aha, sen to'g'ri aytding. Ammo bek ham qilib ketmayli. Jahon hamini shundoq
Şundaqmı bulamdı? Elbette.